kunlarga ishlating. Endi savol aka sizga. Mana ko'pchilik kelib, olib har xil fikrlarni aytayapti-da. O'ziga ma'qul kelgan taraflarni, olishiga sababchi bo'lgan taraflarni aytayapti mana shu pagruchka. Keling, mana yonida yurib gaplashaveramiz. Sizga endi nimasi yoqdi, misol uchun? Shu pagruchka. Ixchomi, kichkintoyi. Aha. O'ziga yarasha yuklarni olib, bizda Qo'shrobotda yana bitta bordi. Aha. O'sha yoqdi. Keyin qayda olib Toshkentda shu yerda. Ondan bizlar ham olamiz, tegdi xudo xohlasa deb keldik, mana nasib qildi, oldik mana. Barakasini bersin. Menga shu kichkinlarimiz yoqdi-da. Narx-navosi ham yaxshi, sifatli. Narxiga yarashadi, to'g'rimi? Yarasha hammasi. Shu pulga bitta Cobalt'da yangi pozitsiyasini ham bermayapti. U ham qimmat. 170 million shunaqa u ham. Lekin Cobalt o'shit qila olmaydi. Ha. Kichkina joylarga kichkina tezga shunaqa qolay. Sezon payti qo'rqmasdan olsa bo'ladi-da, to'g'rimi? Inshaalloh. Xudo xolasa aka, yaxshi ishlatasizlar texnikani. Ko'zingizdan bilinib turib, texnikani tushunadigan, hali e'tibor beradigan odamsiz. Endi yoqmagan tarafini ham ayting. Ochiq oydin. Yoqmagan joyini topolmadim. Topolmadingiz. Bir o'ylab ko'ring-chi. Yoqqani uchun keldim-da. Ha. Yoqqani uchun. O'zi bir joyingiz jiz qilmasa texnikani olmaysiz-da, chunki ertaga ishlatasiz uni. Deb shuni qishloqda ko'rdim. Qo'shrobotga ikkinchi texnika ketyapti. Xudo xolasa. Gapi. Ikkinchisi. Sizlardan ko'rib yana kimdir oladi, nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Men ham ko'rib, qiziqib keldim. Topdim, izladim. Ham bozorlaringizga baraka bersin. Yashang, joningiz sog' bo'lsin aka. Ilohim yaxshi kunlarga ishlatinglar. Ana shu texnikaning orqasidan to'ylar qilinglar, to'g'rimi? Xalqi duosini olinglar, xizmatini qilinglar. Joningiz sog' bo'lsin. Tagidan shamollar o'tib tursa, aloqadamiz, yana savollar bo'lsa aka. Xudo xolasa. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Kelib turinglar, rahmat. Xo'p. Menga mazgina intervyuga savollar Davomiy bo'lyapti bu yog'i mana.